qolmaslik. Sende kempit bormi? Bir tal bor. Yaxshi, menga bera? Yo'q, o'zim yeyman. O'zim yeyman dedim-ku sana. Ekile, menga bera? Qarg'inasini bir tal kempitni deb o'z hayoting bilan hisoblashmay, shun chiqib ketishingga arzimda. Nima deding? Meni mazoq qilyapsan? O'z hayoti bilan hisoblashmaslik degan birsini mazoq qilgan gap emas. Bu bir idiom. Leyling podshoh Xanvodining zamonida yashagan mashhur general bo'lib, u to'liq mergan ham pishqan strategiyachi ekan. Shunga Xanvodi uni bakmo e'tiborlaydi ekan. Bir qatim u 1000 kishilik qo'shinni boshlab, Hollarning 10,000 kishilik qo'shini bilan jang qildi. Leylingning askariy kuchi oz bo'lg'achqa amalsizlikdan Hollarga taslim bo'ldi. Men dushmanning ichki qismiga hujum qilishga mas'ul. Ezmang, chapsama, tez bo'l. Ko'zim rostlanib qarg'a bo'lib qopti. Dilimdan bir yaramasini ishitib yuribdiman desa, uning urug' pushtini qurdi edimi? Aliylari, qo'llarining gapi bor edi. Aliylari, garchi men Leyling bilan yaqin do'st bo'lmasam-mu, biroq uning fazilatiga qoyilman. Bu qatim ikki tarafning askariy kuchida zo'r farq bo'lsa-mu, lekin u o'z hayoti bilan hisoblashmay oxirgacha jang qildi. Oxirda amalsizlikdan Allohga taslim bo'ldi. Sirmachin, indavotsan. Oljib qoldingmi nima? Aliylari, meningcha Leylingning taslim bo'lishi o'limdan qo'rqqanligi emas, balki xalqimizning xabarchisi bo'lganligi uchun ularning orasiga suqinib kirib, qaytirib hujumga fursat kutayotgan bo'lishi mumkin. Oddaroq o'ylashib ko'rgaylar. U nima biljiryapti? Qamashman gapda bu. Shu emasmi? Bu ish aniqla turmamda. O, Leyling degan xoinga yonbesmadi. Qaraganda ikkisining tili bir ekan. Sirmachin, sen rostlanib oljibsan. Kelinglar, uni ep chiqib ketinglar. Aliylari, menga ishongaylar. Aliylari, bunda qisli xatolashgan bo'ladilar. Aliylari! Xanvodi Leylingning xoinlik qilganligidan g'azablanib, uning oilasidagilarning kallasini opdi. Dal shu chaqda Hollarning bargohida Nima? Oilamdagilarning kallasini opdimi? Diganlaring rostmi? Aytganlarimning hammasi rost begim. Begim, nima bo'ldilar? Bu oqqarni farq etmaydigan nonkepilar. Men shuncha xo'rlik chidab, o'z hayotim bilan hisoblashmay, qonlig'imiz uchun kuch chiqarayotgan tursam, bugünkidek kunga kelishimni o'ylabmi boqmabdi ekanman. Qasam qilamanki, hamda o'ladiga mangu qaytmayman. O'z hayoti bilan hisoblashmoq degan iboraning ma'nosi qaysarlik bilan ilgirlab, o'zining hayot mamotini o'ylamaslik deganlikdir. Uning yana jon fido qilmoq, o'limdan bosh tortmaslik degan ma'nolari bor. Bu nima degan oliyjanob ruh, ha? U kampitga oxiri erishdim.